İgilidken almışam Birisi şünce okşansın Birisi şünce okşansın Kentelik bilen adem çıraylı Sepişirken Assalamu alaikum qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Tan sog'liqqa xush keldinglar. Tuvanda Angliya bilan Kanadada oldingi safda ishlayotgan bir doktor qarindishimiz bilan bir sestra qarindishimizniki vaksin urg'azgan ahvolini o'z og'zidan anglanglar. Qanamsa marhamat. Әмді бір вакцины біліш үшін біріншіден оның да нұрғын бір вакцины чықырыштан бұрын біріншіден ол бейхатар ма бейхатар емес ма, оның әгешім кеселliklер боламды бұмамды ұрғаннан кейін қошымча әгешім аламеттер боламды бұмамды үнімі қаншылық дегендек нұрғын нәрселер әмді суаллар келеді. Әмді әрқандақ бір тибет тадқиқатшыға nisbatan bu bexatarlik qanchalik, uniki әгешім аламеттер боламды ұрғаннан кейін оныңки үнімі qanchalik bo'ldi. Bu kasallikni eg'irlashib ketishini oldini ola olamdi yoki bo'lmasa bu yuqumlashni to'siya olamdi. Masalan, bunda deganlik ikki xil yo'l deganimiz, birisi kasalni oldini oldi, yana birisi yuqumlashni oldini oldi bu deganimiz. Hamda yuqum ba'zi odamlar yuqumlangan bilan lekin hech qanday alomatlar bo'lmaydi. Bundaqlarni to'siya olamdi, to'siya olmaydi yoki bo'lmasa hamda yuqumli bo'lgandan keyin kasallik alomatlar chiqqan vaqtida masalan eg'irlashib, ba'zi hatto hamda qizishdan boshqa, yo'taldan boshqa doktorxonaga kirib nafas qiyinlashgandan keyin eg'irlashib bunda ahvollar bo'ldi. Bularni oldini ola olamdi degandek mushkul ahvollarni ko'zda tutadi hamda bu vaksina chiqarishdan burun. Әмді bu tadqiqotchilar, tibbiy tadqiqotchilar, mana tibbiy tadqiqotlarni shug'ullanib xeyli bo'lib qoldi. Bu jihatda asosan bir vaksina o'tirib chiqarish uchun avval klinik nimalarni olib boramiz hamda tekshirishlarni olib boramiz. Birinchisiga hamda bu hayvonlarga tekshirish olib bordi. Hayvonlarning ichida ko'proq shu chashqonni ishlatdi. Buni chashqonni qanday qildi degan vaqtimizda avval shu chiqarib bo'lgan vaksinani yasab bo'ldi. Yasab bo'lgandan keyin u chashqonga avval vaksinani urdi. Urgandan keyin birinchi bo'lib qildig'ini uniki u chashqonda agashma alomatlar bo'latamdi, bo'lmayapti deganini ko'rdi. Bu orqali nurg'un tekshirishlarni o'tkazdi. Masalan, u terisida qanday nimalar bo'layapti, chashqondagi temperaturasi qanday o'zgarishlar bo'layapti degandek. Uningdan keyin ikkinchi o'tkalda uniki badanidan shu yiliqinadagi harbiy hujayralarni ishlab chiqardimi, chiqarmadimi, unumi bo'ldimi, bo'lmadimi shuni ko'rdi. Abay dedim, bu batqatil birinchidan bu bexatar emasmi, ikkinchidan unumi bormi, yo'qmi, uchinchidan agashma alomatlar bo'lamdi, bo'lmadi degan. Chashqoniga shuna qilib bo'lgandan keyin buningga badandan shu antibodiniki nimasi bo'ldimi, bo'lmadimi, yoki bo'lmasa badandan shu harbiy hujayralar ishlab chiqarildimi, chiqarilmadimi, shuni qarta. Shuni ko'rdi. Ondan keyin bu chashqonga uchinchi o'tkalda shu virusning o'zini urib, ondan keyin shu chashqonda kasallik eg'irlish alomatlari bo'ldimi yoki kasallik qayerdan qayergacha bo'ldi deb bu sinoqdan to'liq o'tib bo'lgandan keyin chashqonlik undan keyin insonlar bo'lgan sinoqni boshlaydi. Insonlar bo'lgan sinoq odatda 3 o'tkalda ichmoqdi. Birinchi o'tkalda shu asosan ozroq odamni, masalan 100 dan ozroq odamni sinoq qiladi. Bular cho'qim sog'lom odamlar bo'lishi kerak. Bularniki o'xshashda shu agashma alomatlar bo'lamdi, bo'lmamdi urgandan keyin, undan keyin bularniki urgan vaksinaning miqdori qanchalik bo'ldi, buni ozir qo'ysak farq qilmaydi, chiqur qo'ysak zaharlanish ehtimoli bo'ladi degandekchi. Ashunday narsalarni ko'rdi hamda bu birinchi o'tkal, ikkinchi o'tkalda hamda bu 100 dan 1000gacha bo'lgan buni phase 2 deydi. Bunda vaqtda buni chiqaroq odamni ko'rdi. Bunda vaqtda hamda bu sog'lom odamlarni qilmaydi, har xil o'xshamaydigan yoshliklarni, osiyoliklarni, yevropaliklarni, afrikaliklarni o'xshamaydigan irq tipliklarni qiladi. Ham shunday qilib o'zini badanida kesilib oladi, ost xarakterli kesilib oladi. Bularni tekshiraydi, bularni hammasini qilib bo'lgandan keyin bularning badanda shu agashma alomatlar bo'latamdi, bo'lmayapti degandek nurg'un jihatlarda qayta mukammal bo'lgan tekshirishlarni olib bordi.
Hamda uchinchisida bakchiq odamni nima qildi? Uchinchi o'tkalda odatda necha 10 minggacha, 20-30 minggacha degandek cho'qim odam bo'lishi kerak. Odamlarni sinab qilib berish kerak. Hamda bu odamlarning soni bakchiq bo'lishi kerak. Bu vaqtda Osiyoliklar, munchilik, Yevropaliklar chunki hamda Alloh yaratgan insonlarning har bir o'rin, rayon bo'yicha, jo'rafiyalik o'rni bo'yicha ularniki yemaklik odati, muhit omili bo'yicha o'xshamagan ekan. Shunchalar 30-40 minggacha odamni nim qilmoqda, tekshirish qilibmoqda bular. Tekshirish qilish orqali hozir qilmadak hamma narsani ko'rib, hozirgi nacharroq bir masala, buning to'xtalgan bir masala degan vaqtda odatda normal vaqtlarda bir vaksinni ishlab chiqilganda mushunchalar jarayonlar hozir bunday 4 hayvonni, undan insonnikini 3 o'tkalni tekshirib o'tkazganda odatda 2 yilgacha vaqt ketadi. Bu hozir koronavirus jamiyatimizda yomon jiqlab ketib qolgandan keyin dunyoning hamma yerida jiqlab ketib, nurg'un ishlarni keltirib chiqarayotgan bo'lgandan keyin hamda buni 3-o'tkalni 20-30 ming, 30-40 ming odamni sinab qilgandan keyin bak tezlashtirib, hamda bu 6 oyning ichida buningga hamda dunyodagi vaksinni nim qilganlar buningga yo'l qo'yishga ma'qul ko'di. Nurg'un o'rinlar ma'qul ko'rgandan keyin shuni hozir boshlab bo'ldi vaksin urganni. Hamda ma'bay hamda o'xshamaydigan vaksinalarga kelsak, 3 turlik nimani hozirgi nimani ishlab chiqadi dedim. Hamda 3 turlik deganimiz shu birinchisi Moderna va Amerikaniki, yana birisi Pfizer va Amerika bilan Germaniyaning birlashgan, yana birisi Angliyaning Oxfordniki. Hamda shu ba'zi odamlar deydi qaysi yaxshiga, ma'qundaqga, amundaqga deb buning men o'zimiz hamda navbatsizning tanlash bormi yo'qmi birinchidan qaysini man tanlayman tanlashingiz bo'lsa, o texi yaxshi. Ama anurg'izma deydigan davlatimizning sharoitiga asosan hamda bularning o'ziga tushliq o'xshamaydigan ortiqchiligi, o'xshamaydigan kamchiliklari bor. Chunki bu hamda hozirgi mening da'vatqonlarim faqat hozirgacha tadqiqotning chiqargan natijalari. Hamda bu Moderna deganni Amerikaning chiqargan odatda buning o'xshash ikki qatim Moderna bilan shu Pfizerniki asosiy jihatdan 95% o'xshaydi. Ikkisiniki ishlatgan texnikasi asosan o'xshaydi. Hamda asraq o kichik o'xshamaslik taraflari bor. Hamda bularning birinchidan nima qilamiz? Modernaga kelsak, Modernaniki odatda buni ikki qatim urdi. Birinchisini birinchi kunni urgandan keyin, unga 28 kun keyin ikkinchisini urdi. Lekin urib bo'lib 14 kunlardan keyin tekshiraydi-ku deyman, shunaqa qayta masalan shuni shakllandimi, harbiy hujayralar paydo bo'ldimi, bo'lmadimi? Bularning deyishicha, bu shirkatning deyishicha, Modernaniki 30 ming odamni sinab qildi. 30 ming odamning ichidan chiqargan narsa 30 ming odamning yarmiga odatdagidek bir nim berib, masalan suvdak, masalan tuz suydak bir ukolni urib qo'yib, ularga hamda vaksina urmagan. Chunki hamda shu tadqiqot ham shunday bo'ldi. Control group deymiz, kontrol qilgan guruhni qilmasa, uning qaysi qanday qilib normal odamga selishtirib olmaydi. Undan keyin yarmiga vaksina urib, yarmiga shu suv bevosita shu tuz suvi urib, bularning ichida qancha odam koronavirus bo'ldi, qancha odam ig'ir tipdagi koronavirus bo'lmasa, kesil eng ig'ir bo'lgan degandek. Buning ichidagi shu nimasini unumini ko'rdi. Unumi bo'lgan vaqtda bu Modernaniki unumi hamda shu odatda nimaga bo'lgan unumi, shu kasal bo'lish bo'lmaslikqa, kasal bo'lishimiz alomatlari hamda normal alomatlar bo'lish degandek yuqumli emas, kasal bo'lishga bo'lgan unumi 94.5% chiqqan. Bu shu Ondan keyin bulan ig'ir alomat bo'lishga odatda 100% unumli bo'lgan hamda hozirmish 30 ming odam sinaq jarayoni. Hamda buniki saqlash nimasi qanday qildi deyapmiz. Saqlash degan bek muhim hamda, chunki qanchalikni ishlab chiqara oldi, hozirgi kelishlik hamda 20 millionni ishlab chiqadi degan taqdirda bularning va'dasida 2021-yilgacha 1 billionni ishlab chiqarish plani bor bu shirkatniki. Hamda buningda nima uchun deyapmiz? Nima uchun ba'zi yerlarda Moderna ishlatadi, ba'zi yerlarda Pfizer ishlatadi deyapmiz. Har qanday o'rinni, har qanday viloyatning, har qanday shaharning o'ziniki sharoiti qarta bo'ldi. Hamda buniki saqlash nimasi kelgan vaqtida buni saqlash bu vaksinni chunki uncha olajaq bo'yritib ele buni kelgandan keyin urushning oldida uni yaxshi cho'qim o'ziniki nim qilib bo'lgan muqim to'g'ri saqlashni gradusi saqlamasa, masalan -20 gradus saqlash
o'lcham qilindi bu Moderna'niki. Onu yaxshi saqlamasa, onun unum bo'lmaydi degan gap. O saqlashmasa, buni yutkash uchun qanday mashina ishlatdi, mashinaning ichining temperaturasi qanchalik, buning sifati qanchalik kapolat qildi yutkash jarayonida, yutkab buni qabul qilgandan keyin doktorxonalarniki ular qanday kapolat qilyapti, shu nimalarni, to'nglatqularni qanchalik sharoitda saqlab shuni qilyapti degandek narsa bak muhimchi. Hamda Pfizer'niki, BioNTech bilan ikkisiniki buningga o'xshash ikki qatim urdi. Ikkinchi tipiga kelsak Pfizer'niki. Buningga o'xshash birinchisini shu urib bo'lgandan keyin ikkinchisini urish 21 kundan 3 haftaga o'sib bo'ldi. Ikkinchisini urib bo'lgandan keyin undan keyin ba'zi alomatlar bo'lindimi bundan qaraydi. Hamda oldingi Moderna'niki 30 ming odam sinab qilgan bo'lsa, bu 43 ming odamni sinab qildi. O'xshash buningmi 50% 43 ming odamning ichida hamda 21.500 ularga bevosita suvni urdi degan gap. Tuz suyini yog'in ular uqmaydi, tadqiqot qilayotganlar uqmaydi uni. Undan keyin qolgan yarmiga vaksinaning o'zini urdi. Buning ichida chiqqan natijalar olib qolsa, buning ichida unib qoldirib qolsa 162 odam bilan qo'yib bergandan keyin, ko'cha qo'yib bergandan keyin 162 odam koronavirus bo'ldi. Undan keyin ma'u vaksin urganlarning orasida 8 odam korona bo'ldi. Shundan bular statistika chiqardi. Hamda buning ichida odatdagi kasal bo'lishga qarshi nisbat qanchalik bo'ldi desangiz, abayqi Moderna'ning 94.5% bo'lgan, Pfizer'niki 95% bo'ldi. Lekin og'ir kasallarga qarshi masalan hozir doktorxonaga yetib o'lib ketib qolganlar eng og'irlari bu koronaning eng og'irlashgan vaqti. Uning bo'lgan unumi qanchalik degan vaqtimizda Pfizer'niki 87.5%. Lekin o Moderna'niki 100% bo'lgan kasal og'ir tutishga nisbatan. Endi bular ikkisini 1% qarab turibdi, yana o'xshash muqim devatga bo'lmaydi. Nima ish qiladigan vaqtimizda o 30 ming odam ishlatdi, o 43 ming odam ishlatdi. Sinab qilgan vaqt. Shunga qaraganda, chunki odam qancha ishlatgandan keyin uning xatoliklar, o'shacha kichik xatoliklar chiqdi. Har qanday narsa Allohning nimqon narsadan boshqa har qanday narsa 100% mukammal emas. Buning uchun bu qancha bular tadqiqot qildik degan taqdirdami, buning ichida 5% 10% yana nimaga olib qo'ydi. Bu nurg'un yerdagi o'zgarishlar va nurg'un yerdagi xatoliklar chiqdi. Inson qilgan narsa bo'lgandan keyin. Shunga ham deb buning saqlash nimasiga kelgan vaqtimizda, buning saqlash nimasi -70. Bunun ichida degan u yutkash degandek abay -70 gradus deymiz, abay -20 deb buni texmi sovuq saqlamasi bo'lmaydi buni. Shunga ba'zi vaqtlarda, masalan bizning shaharda, bizning Angliyanikida doktorxonada bizga o'xshashma doktorxona ishlaydigan jiddiy bilimlar undamdaqlarniki doktorxonaning ichida saqlash yaxshi bo'lganki -70 da saqlamoq intayin ta'sirchi. Shunga bizga Pfizer nurdi, lekin sirtkilarga yana bir saqlash nimasi nimaroq degandek sirtki sestra doktorlarga ularga yana o'xshamaydigan tiptikilarni urdi. Endi bu Pfizer'niki kompaniyasi shirkatlari qanday qilyapti degan vaqtimizda 2020-yili 50 million ishlab chiqargan bo'lsa, 2021-yilning oxirisida bular 1.3 billionni vaksinani chiqaramiz deyapti. Chunki buning jarayoni ham nima o'xshamaydigan bir xil usulda qilgan bo'lgandan keyin bak tez. Shuning bu yerda urg'uzimizmi, urg'uzmaymizmi, undaqmida qarorlarni emas, ba'zi urg'uzimiz deydiganlar bo'lib qolsa, navbat ham bunchalik necha shirkatning qilyapsa, bularning qilayotgan narsa yetmamdi degan narsa bor-ku hozir. Endi uchinchisi AstraZeneca shu Oxfordda yoki Oxforddan Braziliyada ikkisi birlashib chiqargan tadqiqotning natijasidan chiqqan vaksin. Endi buningga o'xshash ikki qatim urimiz, birinchi kuni, undan keyin 28 kundan keyin, undan keyin o'xshash shu hamma narsani tekshirish qilamiz. Endi buningga kelgan vaqtida endi Braziliyada 9 ming odamni nim qilgan, Angliyada 30 ming odamni qilgan. Buningga o'xshash yermiga suv berib, yermiga vaksina urib turib, shuni o'xshash shunda qattiq tekshirishlar orqali bu vaksinniki oxirgi vujudga chiqishiga kapolat qilgan degandekchi. Endi odatda shu nimasi kelgan vaqtda miqdori kelgan vaqtda vaksinaning miqdori kelgan vaqtda cho'qim shu bir nimani urimiz, bir doza ishda qo'yamiz uning uchun. Endi shu Braziliyada to'g'ri nimasini qilib bir doza bo'yicha urgan, lekin Angliyada sal xatolik o'tkazib qilib yerimni urgan sinab qilgan vaqtida birning yerimini urib qilib, shuning bilan bular ikkisiniki unumini ko'rgan vaqtida Braziliyadagisi 62% unum bo'lgan, Angliyadagisi 90% unum bo'lgan. Ham buni yig'inchoqlab ekansa, bu Moderna'niki 94.5% bo'ldi. Bu kasallik bo'lgan unumi, kasal bo'g'izmaydigan unumi. Ma'u Pfizer'niki 95% bo'ldi, lekin Angliyada chiqqanining 70% bo'lib qoldi.
Lekin buningmi o'xshash eg'ir kasalning eg'irlatib etishini oldini oldig'ini yana o'xshash 100% atrofida bo'ladi. Endi nimishqa yana bu mushincha vala tuvan tursin 70% tushib qolgan tursin buni ishiltidi. Oxfordningini yana nimishqa buningga approve qildi, yana buni nimishqa ma'qullaydi. Degan vaqtimizda buning birinchidan yaxshi yeri hamda 3 billionni qisqa vaqtning ichida o'ttirib chiqarildi. Chunki dunyoning noposi bu narsalarni kontrol qilish, dunyo noposini hammasiga yetkazib bo'lish uchun hamda bu productionda qo'yamiz. Bularning ishlab chiqarishi intayin qulaylik bu vaksina, chunki bu o'xshamaydigan nima ishlatadi, o'xshamaydigan mRNA, o'xshamaydigan texnik ishlatadi bular. Yana birisiga uning saqlash nimasi kelgan vaqtda uni 2 gradusdan 7 gradusgacha abay qiladigan -20, -70 degandek shundoq alayda bir usul saqlamas olmaydi. Bak sovuqda ma'lum saqlash nimasi shundoq 2.2 shundoq qulaylik. Endi bu kasalni eg'irlatish nimasi kelgan vaqtda shuni eg'ir kasalmi bayqalmagan shu qilgan shu 39 ming odamning ichidan eng eg'ir bo'lgan 0% bo'lgan. Buni yaxshi taraflari ma'lumniki. 300 ning o'ziga kuchli ortiqchiligi, o'ziga kuchli ozroq kamchiliklari bor. Assalomu alaykum Mamatjon. Shu ammo bu Xitoy virusining vaksinadan men o'tirganim Moderna deganni o'tirdim. Birinchi qatimliq vaksina urgandan keyin shu public health bizning shu vaksina urgandagi uchurlarimizga asosan telefon qilib qaysi vaqtda urganimizni, qayerda urganimizni bizga deydi ekan yoki emayilimizga ilxatga avatib berdi ekan. Ben hem de 5'te biz emergency onun için acute care'da işleydiğin nurse, doktor ve başka healthcare'deki hizmetçilerge bizge məxsus email əvətib saldırışını digər vaxtıda birinci qatımlıq 2 gündür berib saldırdığan bizden bir aşı nemini biridir. Qaysi o'rniga berib solduramiz, qaysi link bilan register qilamiz degannichu. Men o'ylab birinchi qatim qilmadim, ko'nglimda shu vaksin to'g'riliq nurg'uncha gap so'zlar bo'lindi. U vaqtda hamda vaksin haqida o'zimning o'rganishim, bilimim toza yetarli emas dema, obdan bir qaray, zodi shuni ursam bir yaxshimi emasmi deb o'ylab hem shundoq aldirashliqlar bilan shu vaksinanki bir bilimlariga qaraydigan vaqtim bo'lmagandi. Shunga o'dirmadim. Undan keyin 2 haftadan keyin yana qaytadan menga uchur kelib, shu o'dirishning muhimligini dedi. Shu vaqtida endi men shu vaksin to'g'riliq obdan qarab qildim. Kanadaga akagini bu Xitoydan kelgan vaksina emas birinchisi, yana birisi shu bizga vaksina haqida vaksin urgandan keyin xuddi faqat yuqumli zukamning alomatlaridek endi bu Xitoy virusining yuqumlangandan keyingi alomatlardek alomatlarning masalan endi nafas qistashdek shundoq horg'in his qilish, gal ağrış yoki burnimiz suyish, ko'zimizdan yosh chiqish degandek hamda mushtaq nimalarning bo'lib qolganligini 1-2 kun uningdan ortiq bo'lmaydiganligini agarda uningdan ortiqroq mushtaq alomat bo'lsa yana qaytadan kelib bizni shu virus test qildirishimiz kerakligini tafsili bizga shuni mazmunlarni avatgan. Hemen şu virusning vaksina haqida mazmunlarni tafsili ko'rib chiqdim. Undan keyin o'zim o'ylab hamda shu virus bilan yuqumlanib qolgandan keyin shu o'zimizning badan sifati, sapoyimizning qandaqligiga qarab hamda bu shu virusga qarta bizningki qarshilik kuchimiz shunchalik bo'ladi ekan. Masalan diyabet kesili var, yuqori qon besim kesili var, jigar kesili var degandek mandaq odamlarninki virusga qarshi turish kuchi bilan boshqa ergashim kasalliklari yo'q, mandaq sog'lom kishilarning virusga qarshi turish kuchining o'xshamaydiganligini bilgan bo'lgan ekan. Buni o'yladim. Undan keyin
Bazı adamlar şu virus yuqumlansa mı asimptomatik deb qo'yamiz hamda buni faqat hech qanday alomati ko'rilmaylam yuqumlanish bosqichidan o'tib ketadi. Yo'qotish bosqichidan-chi hamda alomat ko'rilmaydi. Bazı adamlarda hamda o'xshamagan darajada alomat ko'riladi. Bazı ergashim kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Va shunga qarab men bu vaksinni o'dirsam bana xatar yo'q ekan deb qaradim. Shu vaksin bilimlarini o'rgangandan keyin. Ham vaksinni o'dirgandan keyin bo'ladigan ergashma alomatlar bilan agarda shu Xitoy virusi bilan yuqumlanib qolsam qanday alomatlar bo'ladi, badanimda qanday o'zgarish bo'ladi, shuningga obdan bir qarab yana shu vaksinni o'dirsam yaxshi ekan deb vaksin o'dirishga qoyilligim bo'lib, undan keyin berib shu 1-oyninki 8-kuni 9-kuni shanba kunlikda berib shu belgilangan o'rinda o'zim appointment qilib berib o'dirib keldim. Men o'dirgandan keyin shu vaksin urgan shu sol bilgim azroq telib og'rib atisi degandek. Odatda boshqa vaksin ursak mashtaq bo'ladi-ku. Ashtaliq bir sizim bo'ldi. Ondan keyin yo nafas qistaydigan, yo burnum oqadigan, yo gelim og'riydigan degandek men hech qanday alomat ko'rinmadi. Allohga shukr, hech qanday bir ish bo'lmadi. Mana bugun to'p-to'g'ri uningim 10 kun bo'pti. Yana sog' salomat ishga berib kelib, ishlab degandek yuribman.